Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi barchani O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Mustaqillik bizga nima berdi? Davlat mustaqilligi bu xalqning o'z kelajagini o'z belgilash huquqidir. Bu huquq barchaning o'z yurti va xalqi taqdiri oldidagi mas'uliyatni ham anglatadi. Mustaqillikka erishish bu faqatgina davlatchilik tarixi emas, bu xalq tarixi hamda hayot o'zgarishlar davriga to'g'ri kelgan insonlar taqdiridir. Har qanday zamonda odamzod nafaqat moddiy farovonlik va jismoniy qulaylik sari intiladi. Kishi uchun o'z qadrini bilish, uning huquq va erkinliklari har doim muhim bo'lgan va muhim bo'lib qoladi. Mamlakat mustaqilligi inson uchun erkinlik, erkin bo'lish, qaror qabul qilish, tanlash huquqiga ega bo'lish va ular uchun mas'uliyatni his qilishdir. Orzudagi O'zbekiston bu biz tinch yashaydigan va o'zimizni xavfsiz his etadigan mamlakat. Yaqinlarimiz, bolalarimiz va do'stlarimiz haqida qayg'urmasak bo'ladigan o'lka. Bu har bir kishida tanlov va katta imkoniyatlar mavjud mamlakat. Mustaqillik eng avvalo inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqishidir. Bu huquq va erkinliklardan samarali foydalana olish esa har bir insonning dunyoqarashi, iste'dodi va qobiliyati bilan o'lchanadi. Biz mustaqillik sharofati bilan kimlarning farzandlari ekanligimizni, kimlarning davomchilari ekanligimizni anglab oldik.